Hammaga salom. Meni ismim Gulnara, Angren shahridan, Toshkent viloyatidan. Sibirskiy Zdoroviya bilan anchadan beri tanishman. 15 yildan beri shu kompaniyani bilaman. Sibirskiy Zdoroviyaga sog'lik bo'yicha kelgan edim. Sog'ligimda muammo bor, artritim bor. Rezultatini ko'rganimdan keyin daromadga ham chiqishni boshladim. Va hozirgi paytda Sentr обслуживания klientov Angren shahrida ochdim va rosa xursandman va daromadga chiqayapman va sog'ligimni tiklayapman. Hammaga tavsiya qilaman. Buxoro viloyati Yangi bozor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana shu necha yillar tikuvchi bo'lib ishlaganman o'zim. Safar va Nasiba bo'laman. Bu kompaniyani oldindan eshitgandim, uncha e'tibor qilmas edimda. Keyin yillar davomida shu tikayoqqa tikuvchi bo'lganim uchun ko'pincha tikayoqqa o'tirib bichish, oyog'imga mana artroz kasali rivojlanishni boshlagan. Allohga tavakkal qildim. Avvalambor Xudo shifo beraman desa, yo'q joydan shifo berishini anglab yetdim. Mana Sibirskiy Zdoroviyaning mahsulotlarini birinchi oyda mahsulotlarimni hammasini nima kerak bo'lsa hammasini o'zimga sotib oldim. O'zgarishni sezishni boshladim kutmaganimda. Ikkinchi oy meni davolanadigan, ikkinchi marta davolanadigan mahsulotlarim menga tekinga keldi. Ularni hammasini rasmga olib qo'yganman. Ikkinchi marta men 800 ming so'mlik mahsulotni tekinga oldim. Keyin hisoblab ko'rdim, shoshma dedim, mana davolangani arzon tushdiki menga aptekani dorilardan ko'rada. Yana natija ko'rdim. Men ukolsiz, dorisiz men natija ko'rishni boshlagandim. Bu men uchun katta baxt edi men uchun bu narsada. Men ismim Marg'uba, Jizzax viloyatidanman. Sabirian Wellness kompaniyasiga men yaqinda keldim. Sog'ligim orqasidan kirib qolganman. 15 yil kasal bo'lib, shifo topolmaganimdan Sabirian Wellness kompaniyasini mahsulotlaridan olib ichib ko'rib, ulardan foyda ko'rganim uchun bu kompaniyaning mahsulotlarini juda yaxshi ko'rib qoldim va shu kompaniyaning mahsulotlari bilan o'zimni davolab kelyapman. Uy bekasi bo'lganim uchun men o'zim qiziqdim bu biznesga. Uyda o'tirib daromad topishga ham kirishdim. Shu kompaniyaga kelganimda men qoyil qolganman. Bu kompaniyada o'sish bor ekan, ustozlar bor, o'rgatadigan. Menga o'xshagan uyda o'tirgan ayollar ham bemalol bu kompaniyada ishlab daromad topsa ham bo'ladi. Ham sog'ligini tiklaydi, ham daromad topadi. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy shahridan Aruxan Allabergenovaman. Kasbim hamshira, ayni paytda esa nafaqadaman. Sabirian Wellness kompaniyasiga sog'ligim tufayli kirib keldim va anchagina sog'ligimni tiklab oldim. Keyinchalik esa meni daromadi ham qiziqtirib qoldi. Hozirda nafaqamdan ham ancha katta daromad qilyapman. Kompaniyamiz bizga o'xshagan nafaqadagi insonlarga ham shunday ajoyib imkoniyatlar yaratib qo'yganidan juda ham xursandman. Kompaniyadagi faoliyatimni esa mamnuniyat bilan davom ettiraman. Men Sibirskiy Zdoroviya kompaniyasiga dastlab mahsulotlar uchun kirib kelganman. Chunki tabiiy sog'lom bo'lish men uchun juda ham muhim bo'lgan. Vaqt o'tib bu kompaniya menga nafaqat sifatli mahsulotlar, balki qo'shimcha daromad manbaini ham berdi. Bugungi kunda men o'zim sevgan ishim bilan shug'ullanaman va tabiiy sog'lom bo'lishni, tabiiy mahsulotlar orqali sog'lom bo'lishni xohlovchi insonlarga yordam beraman va shu bilan birga daromad ham topaman. Eng quvonarlisi, bugungi kunda meni kichik bo'lsa-da o'z jamoam bor, birgalikda o'smoqdamiz, rivojlanmoqdamiz va yangi maqsadlar sari intilyapmiz. Sibirskiy Zdoroviya kompaniyasi bu men uchun nafaqat mahsulotlar, balki imkoniyatlar va rivojlanish maydoni hisoblanadi. Hammaga salom, men ismim Shahnoza. Men chevarman. Hozirgi tilda buni modelyer dizayner deyishadi. Va yillar o'tib chevarlar meni tushunadi. Shu orqasidan sog'lig'im pand berishni boshladi. Yillar o'tib albatta har xil kasalliklar paydo bo'lgandan keyin har narsani ko'rib chiqqanimda Sabirian Wellness meni hayotimga kirib keldi. Sabirian Wellness mahsulotlari orqali sog'lig'imni juda zo'r tikladim va bu yerda daromad borligini ko'rib qoldim. Albatta buni ham o'rganishga tushdim. Qarabsizki, men chevarchiligimni yig'ishtirgan holda polniy Sabirian Wellness kompaniyasi bilan hozir hamkorlik qilaman va yaxshi daromadlar qilyapman. Bir orzularim ushalmoqda. Va hozirgi kunda mana bunaqangi daromaddaman. Sabirian Wellness juda ham zo'r imkoniyatlarni ayniqsa ayollar uchun ochib berar ekan. Sizlar ham albatta foydalaning.
Bizni jamoamiz bilan hamkorlik qilib va Siberian Wellness kompaniyasida daromad qilayotgan hamkorlarimiz soni do'stlar aslida bundan ham ko'p. Bu faqat ularning kichik bir qismi xolos. Siz ham uyda o'tirib, telefon orqali qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, hatto ko'chada sayr qilib yurganingizda ham daromad qilishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun ko'p vaqt sarflashingiz shart emas. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa bizning hamkorimiz bo'lish va qisqa o'quv dasturimizdan o'tish. Bu juda oson va hech qanday majburiyat yuklamaydi sizga. Ha, aytgancha, yana bir muhim narsani aytishni unutmang. Daromadlar rasman tarzda to'lanadi. Barcha to'lovlar rasman sizga tegishli bank kartasiga o'tkazib beriladi. Agar sizda qandaydir savollar bo'lsa, ularning barchasiga sizning ustozingiz javob beradi. Ushbu video ostidagi